ne sabrlardan o'tgan bu shukronalarin ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu oqibatda sharaflimiz shu kunlarga biz loyiqmiz qarang qanday oilamiz baxtlimiz 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 baxtlimiz
Sen aynasını aynen yaptırıyor şimdi. Aynasını ayarsan var mı? Aynasını ayırayım mı aslında? İzmir'den senin gelecek Avrupas mübarek olsun. Yalnız hayranlarına kalbi çalışkan. Gerçekten sandığı dedi, sandığı dedi. Bugün ayrılmadır, ayrılıklar Mısır Kemal'i mübarek olsun. Gelecek, körüseye mübarek olsun. Assalamu alaikum. Merhaba yapanlarına, bu sevgiler ailesine. Hürmetli marhum, şahmat etmemizdir. Hem de hazırlıkta farzandlari ruhani vaqti jamoni ko'rishga onajonimiz giyohlar onamizning o'zlariga yedirib kiymaydilar. Mana shunday dunyoga keltirgan mehrlar ko'kragiga oqsin bergan hurmatli farzandi Islomjon hamda Baydaxonning nikoh oqshomida sizlar bilan birgalikdamiz. Mana shu Islomdek, mana shunday kunlarga ishiga sababchi inson eng avvalo hurmatli onalar. Mana shunday kunlarga yetishiga sababchi inson albatta o'z yaqinlari. Turkiyadan musofiqlikka yursa ham faqat yana mushaqam mana shunday uyim deya, ro'zg'orim deya, ro'zg'or deb aytgan. Hattoki umr haji unvoniga ham munosib bo'lgan javohira mana shu Islomdekdir. Keling, sizga avvalambor insonchilik zarur bo'lgan sog'lik salomatlik. Insonlar baxtli insonlar. Insonlar baxtli esa doim muhabbat qilamiz. Ana shu bilan birgalikda aqllikni, toqlikni, vafoni salomat qilamiz. Qo'sha farzandlar, sizlarning hamisha bilamingiz, yo'ldoshingiz, oilangiz deymiz. Keyingi mana shunday nikoh kechasini ochib uchun Shoh Xonadonning eng hurmatga sazovor insonlari biri hurmatli Yusufboy yezdasini katta hurmat yo'qtirib bilan tabriklamiz. Yusufboy yezdasi bormisiz? Avvalroq kechamizning sababchilari kelin-kelinlar chiroyli bilan orzularni yerlab qilgan holda kechamizni ochib bersangiz. Yusufboy yezdasi ishlaysiz.
Fatimiz Alijon tilak ijobat bo'lsin. Yildozlik hamdamizlar hamisha mana shunday yaxshi kunlar qo'llab bermoqlik Alloh taolo o'zi nasib etsin deymiz. Umr hajji unvoniga munosib bo'lgan Javodra Islombek kayfiyatga qarang. Islombek tanasiz sirda oylik yashaydi. Vaqtida yoshda keldi, ular sirda oylik sizin. Albatta qancha tarbiyasi bo'lmasa, Islombek ochiq qo'ying, bayga qoling, so'zlari tengyor. Qarishda masalan yuzdagi g'araba olib bayga ham chivar ekan, Islombekka qaragan holda ta'zimlab qo'yasiz. Mehmonlar, kelin-kuylarning vaqti uchun bitta gilos tarsiymizmi? Hammangiz birdaniga uyg'ondingizmi? Hamisha mana shunday yuqori kayfiyatda o'tiramiz. Islomjon, Bagirxon, sizlarga Alloh taolodan yana shunday bir vaqt tilaymizki, vaqtim uchun omadga olib, omadga sig'intiring-da, hayot, sog'-omonlikni bering. Charchaganda mehnat chekishmasidan omad tarqadan sovchi hayotingizni qo'shni davom eting. Qadringiz mo'minasiz, qalbingiz qordek nafis, qalbingiz esa tog'lardan-da baland bo'lsin deymiz Alloh. Mana shunday ko'p qirdalar, albatta ko'pgina mana shunday qo'llarda xudo bor inson, ya'ni islom so'fi xizmatlari mana shu ko'plarga yerga tanilgan jodir. Endi sizlarni ochilgan vosita davrimizga takliflamiz. Azizlar, hurmatli mehmonlar, avvalroq marhamat qilingizlar. Yurtimizning eng oldin tashkilot to'g'rishlaridan aziz qo'shnilar, bugun sizlarning xizmatingizda. Mana shunday kunlarda sizlarga xush rohani kayfiyat bo'lishmoq uchun nafaqat Turkiyani zavq qilgan hofizga yetamiz. Hozirgi bo'lsa, ko'plab yoshlar o'z faoliyatini davom ettirayotgan Jashidbek hofizimiz va sizlarga xush rohani kayfiyat ishlari. To'y boshidan oxirigacha barchangizga yugurib berib xizmat qilingan. Qo'llarini ko'ksiga qo'ygan holda faqatgina chiroyli tilaklar, orzu-niyatlar sizlar uchun qiladigan. Albatta, hammangizga ochiq taklif qilingan. Mashhur oqarning bir necha nafisandagi qizlari va sizlarga ochiq taklif qiladi. Erimizning yurtimizning eng oldin studiyalardan, kameralardan Islom video studiyaning shaxsimizni Islom ikamiz bugun sizlarni yotoqxonada kunlaringizdan oshirgan kadrlarga, videolarga muhrlaydi. Azizlar, hurmatli mehmonlar, eng avval bolakayki qo'shiqlar, kelin-kuylarni muhabbat darsiga muborakga joylaymiz. Ko'zdan so'kkan bir hayajon, jumlatlashib, kelinlarni muhabbatni ermakli bo'lgan, muhabbatni tug'ilmagan vositaga beramiz.
sana bir ömürleyiş Senden bana bir sevdaydı Gönül ömrü hoşbet yaşayan Yormasın bizi mesafe Senden bana bir ömürleyiş Senden sana bir sevdaydı Gönül ömrü hoşbet yaşayan Yormasın bizi mesafe İnsanlar Köyünden uçsam uçmasam, köyünden çıksam çıkmasam, Vasinga gitsem yetmesem, seni deb yaşayman dünyada. Köyünden uçsam uçmasam, köyünden çıksam çıkmasam, Vasinga gitsem yetmesem, seni deb yaşayman dünyada. Barışım, seni oynama, barışım, seni oynama, barışım, seni oynama, barışım, seni oynama, seni oynama, barışım. Sensiz bakarım, sensiz anlarım, sensiz yaşayamam dünyada. Barışırım, seni oynama, barışırım, seni oynama, barışırım, seni oynama, barışırım, seni oynama, barışırım. Yes. Ajushsin, yuzlarga tortsin. Har kimning ham quvvatga deb berilgan qo'llariga asobini tayoqsin. Iymoni sof yuzga kirib yorug' yuz, to'ylab ko'rib yelkasidan tortsin. Jismiga so'nggi safar oldidan o'z bolasi qo'lidan quroqsin. Azizlar, hurmatli mehmonjonlar, hurmatli Islombek hamda Bagaxonning baxtini taxtini tilaganlar. Mana shu nikoh onlarida yonida bo'layotganlar sizlardan birgina iltimosimiz bor. Mana shu kuyovlar Islombekni shungi kunlardan ko'rishiga sababchi inson. Nafaqat mana shu kunga, balki mana shu dunyoga kelishiga sababchi inson. Uyining shamchilog'i, xonadonning suyangan tog'i, hurmatli otajonisi Shamurod akamiz hozir sizni bizni oramizda ular. Ularni o'rnimizda turgan holda bir daqiqa yod ila sukut saqlasak. Kuyovlar Islombekning otajonisi Shamurod akamizning ruhlarini shoydan oshirib, o'rnimizda turamiz, iltimos qilamiz.
Bugün to'yda o'z o'zimga ich ichimda ko'zlayman. Siz yo'qsiz, lekin sizni izlayapman. Qo'lim yetmas osmongina otajonim, yonimda yo'qsiz, nahot endi bilolmaysiz. Kelib boshqa yuzlarni yapamiz, dugonajonlar. Yonimda yo'qsiz, nahot endi bilolmaysiz. Duo qilib ofatga bera olmaysiz. Shu damlarda nahot boshimni sololmaysiz. Qo'lim yetmas osmongina otajonim, termasizni chiqarmaysiz suratlardan. Mola chekib qaro yerning qatlaridan judo bo'lib farzandlarim bemoqbaqlardir. Mening aziz jannat makon otajonim. Rahmatimiz azizlar, hurmatli qo'shnilar, yildan bodiridan o'tgan farshon direktorsan hamisha sog' salomat omon bo'lsin deymiz. Mehmonlar javobi islom yo'lida ko'ngilni o'tib qo'ygan bo'lsak, eng bora uzr so'ragan holda bitta qarsak qilib ko'ngilni ko'tarib olaylik. Qiz bola dardini hech kim tinglamas, hattoki so'ramas xalq bolani. Qiz bola deydilar paloxmon toshi, unga darda bo'lgay umr yo'ldoshi. Bir-biriga baxtli, saodatli Alloh taolaning eng suygan bandalaridan biri bo'lishingizni Alloh taoladan so'rab tilab qo'yamizlar. Davrimizga bo'lsa, kelin-kuyovlarning eng yaqin do'stlarini, dugonajonlarini katta hurmat yoqtirib bilan davrimizga taklif qilamiz. Kuyovlarning eng yaqin do'stlari, dugonajonlari nikoh Samek Bahtiyor. İslam Qo'shqanma qo'shiqlari vaqti hojat. Rahmatimiz yigitlar, kelin muborak bo'lsin. Xizmatlar bersinlar. Rahmatimiz yigitlar, qizlar, tilangan tilaklar ijobat bo'lsin. Qizlar ko'pchilik chiqmagan bo'lsa, mana shunday yosh qandalar Alloh taolasi kiyovat olsin deymiz. Salomat bo'lib. Janji qadam bosgan ko'chalar, yulduzlarga to'la kechalar. Bari o'zgacha o'lar. Bolalarga, behuborlarga. Kuyovlar Islombekning barcha sinfdoshlarini, qadrdonlarini, bor bo'lsa ustozlarni birgalikda davramizga taklif qilamiz. Sinfdoshlarni davramizga taklif qilamiz. Sinfdoshlari, xush kelibsiz deymiz. Kelin muborak bo'lsin. Kimdan boshlaymiz? Daftar ishga bunday klass ko'misiz? Sizdan boshlaymiz. İslam durumuna baktığında en yaman duruşunda yolsuzda. Hemşe kuyruğuyası. İslam boyutu istiyorum. İslam baktı. İslam baktı. Sinfdoshlardan ajoyib kelin sovg'alar bor ekan, topshirishga yasab beramiz. O'shaning bilan birgalikda sinfdoshlari esalik xonasini tekshiramiz. Kelin boshqa egib qo'yamiz. Salomat bo'ling.
Termandan tashrif buyurgan hurmatli xudojonlarni katta hurmat yo'qlari bilan davramizga taklif etamiz. Bayg'ul hamma yaqinlar, hurmatli xudolar, hoş geldiniz. Yo'q muborak bo'lsin. Sana sochlari bo'yagan qizlar, salomga salom yurganlar, o'ziga alo berganlar, sochlariga sirg'alab taqib, kipriklar qo'ydirgan qizlar, davramizga kirasiz. Opa sizlar kemiysizlarmi? Qorningiz to'ymadimi hali? O'rningizdan turib kelamiz. Har kuni mana shunday to'ylar bo'layotgani yo'q, o'rningizdan turing. Ha, uyat bo'ladi-ya, kelamiz. Bangaxonning barcha yaqinlar, opa singillar, xudojonlar, yangi opalar kelib bo'ladi. Nima bo'ldi? Nasriyni yaxshimi? Muborak bo'lsin to'ylar. Sizlarga ham kuyovlarning xizmatlari bersin. Kimdan boshlaymiz? Tanbek opamiz nima? İslamlar, Bey'dayza, bahtlı olun. Hiç açan şeyleriniz kalmasın. Elmeden mi bile olun? Bey'dayza, İslamlar, bahtlı olun. Durmuşunuz balyal suyucu olsun. Suyucu, pedetleriniz olmamın arttı ödeyin. Öğdaşlık durmuş yoluna taraf elden ayrılıklı adamlarınız düşünme olsun. Yolunuz ak olsun, yoldaşınız ak olsun. Başkalarınız ardınıza kendiniz soğuduğunuza vermekçe uzatırsınız. Singiljon, hamma o'tiradi, siz mana shu yerdan ketmay turasiz. Menga naparnik bo'lib diktatchilik qilasiz, xo'pmi? Qani kelamiz. Bey'dayza, biliriz olmasın. İslam'ın başına. Bey'dayza, bahtlı, Fransiyasın, izlenen günlerde mazlumlar, adışlayan madde, durmuşlar mı da oğudan mazlumlar. Bahtlı olun. Bey'dayza, bahtlı. Bey'dayza, bahtlı. Xudojonlardan da ajoyibgina sovg'alar bor. Topshirish yasab beramiz. Kuyovlar o'zingiz ko'p sizlar bo'lsin, qayda eng yaqin shpionlar. Yoringiz ham qayda bo'lishi. Ha, xudolar o'tirishga bizda suratga tushamiz. Xudolar. Chiqishga zo'rg'a chiqdingiz. Endi bitta bor, suratga tushishvarmi? Ha, bularga sarbolar bor keldi. Bitta sarbolar orqasida 5 ta qiz ketdi. Davramizga hurmatli Shomurat akamiz hamda Gavhar onamizning barcha sinfdoshlaridan qurdosh xonadonlarini katta hurmat bilan taklif qilamiz. Ota-onasining ham sinfdoshlari, ham qurdoshlari xushga salaymiz. Barchangizga kelin muborak bo'lsin. O'z otasi ona bo'lib, do'stining farzandlarining baxtini, taxtini tilaganlar. Ota-onasining sinfdoshlari, qurdosh xonadonlari o'rningizdan turib davomimizni tilaymiz. Selamat olsun. Maestro, sözler mi? Babacana tutuklu segması.
Faqatgina Gavhar opamizni do'mboq kelgan ekansiz, o'tirishadigan ayollarning hammasi do'mboq kelgan ekan. Ko'z tegmasin. Umidlaringiz uzoq bo'lsin. Qalbingizga shunday yaxshi kunlar kelin ortda chiqarmoqlik Alloh taolomiz nasib aylasin deymiz. Do'mboqlar kollektiviga qo'shiladiganlar bormi? Tushamiz. Hey opajon, yordingiz. Mana rekord qo'ydi. Salomat bo'ling. Opajon, kimdan boshlaysiz? Ayajon, eng baxtli sizmi deyman. Tebrik ederiz. Can, baxtlı ol. Fakat kelin ayağımızı hizmetimiz vakti kelimiz. Gavhar to'ylar qutlug' bo'lsin. Xudoyim xizmatlar qilmay. Hamisha yaxshi kunlarga keling. Yaşlar baxtlı olsun, Xudoyim qo'shqarlardan qo'sha qatnaysin. Chiroylidan qatnayib, xizmatga yetib yuraverishga. Baxtli bo'lmaysan, islom bolam. Gavhar başlagan to'ying qutlug' bo'lsin Xudoyim. Shularning xizmatini ko'rgan sana nasib etsin. Shamratdan ko'rmay ketgan qiziqlarni, yaxshi kunlarni Xudoyjon sana nasib etsin. Islom bolam, Xudoyim baxtli bo'l. Qo'shqaning bilan qo'sha qatnayib, apamning xizmatida yurgaysan bolam. Gavhar to'ylab qutlug' bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin. Ozodliklarni berib qo'sha qatnaysin. İslam ömrüne baxtlı. Gelin başın aşağı, kırın uşak olsun. Gavhar cavra uşak, cavra ben. Yürüyün, baxtli bo'lsin, Gavhar xizmatga yetsin. Gavhar to'ylab qutlug' bo'lsin, Xudoyim. Şükürler baxtli bo'lsin. O'zlaridan ko'payib, qarg'ini cho'ri bo'lsin. Endigi meni to'ylarda kelib turgan hammamizga sharoit nasib etsin. O'g'lingizga xizmatlar bersin. Evet, to'ylar muborak bo'lsin Xudoyim. Yash baxtli bo'lsin. Allah qo'llarini o'tiraveramiz. Ota-onasining barcha sinfdoshlari, qurdosh qarindoshlar tilangan tilaklar ijobat bo'lsa, endi bitta suratga tushib oladi. Jamshid tog'a, mana shu ota-onasining sinfdosh qurdoshlari uchun bitta xorazmchani tayyor qilib qo'yamiz, xo'pmi? Bo'ldim opa, ko'ringiz joyiga tushdimi? Ota boramiz. Siz joyiga tushib bo'lguncha davramizga qo'shni opalarni chaqiramiz. Faqatgina kilometrlar, onaziyalar, bildiradiganlar, barcha xonim qo'shnilar, qo'shni opalarni davramizga taklif qilamiz. Qo'shnijonlari bormisiz? Qo'shnilar. Qo'shni opalar, qo'shni kelinlar, qo'shni oyilar taklif qilamiz. Ha, qo'shnijon Tigrofa ko'ylakda o'tirgan. Mana shu operator qilayotganingizga hech kimga pul bermaydi. Bundan ko'ra davramizga kelib, chiroyli tilaklar bildirib boring. Ishga Ko'rabam, kelin xizmat bersin, ayolchisi, islom baxtli bir umrga eng baxtli sevganlarni bir bo'lsa, xizmatingiz bersin. Gavhar to'ylar qutlug' bo'lsin. Islombek boshqaning bilan qo'sha qoldi. Nikohlarim abadiy bo'lsin. O'zlaringizdan ko'paying. Shu shamroq trasda shular Gavhar mo'mayla har yil to'ydek bo'ling. Bolam niyatlarima yetdi. Nikohim abadiy bo'lsin. Dunyoda eng baxtli inson kim desa Islombek Begum desin. Gavhar shularning baxtini tug'ilajak farzandlarga qolib yuradi. Allohim uzoq yosh bersin. Hammamizga
Rahmat deymiz, qo'shimchalar aytilgan tilaklar ijobat bo'lsin. To'yda yugurib bergan xizmatlaringiz yildan yaxshi kunlaringizda to'yingizda qilsin. Endi yanada yigitlar tomoniga bitta nazar tashlasak, davramizga Qizil Yulduz er-xotinlik 91larini taklif qilsin. Qizil Yulduz 91lari bormisiz? Qizil Yulduz 91lari bor bo'lsangiz davramizga taklif qilamiz. Qizil Yulduz 91lar xush kelsa emas. Hammaga kelin muborak bo'lsin. Baxtli. Baxtli. İslamlar baktı. İslam baxtli. İslam baktı. Rahmatimiz yigitlar, do'stlar, qilagan barchalarga ijobat bo'lsin. Keling-ku, endi sargardonga yozib beramiz. Islom og'a, nechun xomush ko'rmiz? Ichishda so'kib tursa, so'kibay hammasini tugatadi. Endi bemalol o'tiramiz. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, endi to'yimizning eng anjiq pallasiga navbat keldi. Mana shu opamiz uchun, barcha opamizning sirdoshlar, qurbonlari uchun, ochiqlikni kim boshqarib, Xorazm nomlari navbat yetdi. Sizlar uchun Jamshidbek og'amiz, ochiq boshqarib, Xorazm nomlari ila kechamizni davom ettiradi. Yurakli o'tmaraz mehmonlar, davrimizga maslahat, raqs kechamiz. İslamik to'ylarni hamisha yaxshi kunlarimizga, to'ylarimizga kelib xizmat etmoqni nasib etgan. Kelasi yil Shirindan Shakar farzandlarning ota-onasi bo'lib, hamisha yurishda yaxshi kun bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Barcha mehmonlarimizni davramizga Xorazm novalariga chorlaymiz. Qani marhamat. Yadında mı erken görüşeceğimiz, bu yandan ondan görüşeceğimiz. Yadında mı erken görüşeceğimiz, bu yandan ondan görüşeceğimiz. Her sabah ricada umarız ki dertleşelim sen benimle ikimiz. Her sabah ricada umarız ki dertleşelim sen benimle ikimiz. Gelsin canım uçraşıva birlikte, sarı güne gönekine git, kan gönekine git, gel gel gel. Kızıl yürek gir gelesen daim, peki afermeyin muayim. Kızıl yürek gir gelesen daim, peki gülüm gülayim. Lala gülüm günekleri yabama, vatanı kala gülüm günekleri yabama. Kızıl gülüm günekleri yabama.
nazik nazik Lotto 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 desem seni erkeler Erkeler başıma gidersen bir keler Yandırdı dikirli kirlerin dağılım Ağyara dikir dikirlerin dağılım Yüzünden kara kırık kırık gülersen Öldürdü seni mekirlerin dağılım Yandırdı seni mekirlerin dağılım Rakip desem işte aldın çaparsın Öz yarim seni saçı taparsın Rakip desem işte aldın çaparsın Öz yarim seni saçı taparsın Gelir bakımda ne bunu bilirsin Arkanın değilse hudadan kaparsın Arkanın değilse hudadan kaparsın Yardımdı kirli kirleri dağılır Ayara dikir dikirleri dağılır Yüzünden kara kırık kırık gülersin Öldürdü seni mekirleri dağılır Yandırdı seni mekirleri dağılır 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 Tamelekni husnu nasibim Tamelekni husnu nasibim Bir kara gözünü dağımanda Bir şırtını dağımanda Lemleri şekerler çözüp nasibim Şu abuzlar dağımanda Lemleri şekerler çözüp nasibim Şu abuzlar dağımanda Bir kara gözünü dağımanda bir şırtını dağımada Bir kara yüzünü dağımada 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 Haydi çiçek.
şeyda inşallah. Ay gibi maşallah, gün gibi maşallah. Ahmet kalbim o güzel şeyda inşallah.
paşa Keşke gönlümü size kalır Gerek şimdi gerek Para deme Bana gerek Para deme Bana elimizi geri dedik para lazım Elimizi yıkama geçimde para lazım Peki nefes alıp içimde para lazım Hatta özlemeyi nefes alıp için para lazım Kime lazım bunun için para lazım Bir de kek sarı değil bir de nakit lazım Vakit açıkta önce burada beni lazım Bizim uzakta gözümüze para lazım Hadi para Elimizin gibi başa bela Yaşamızın gibi başa başa Keşke gibi size kalır Gerek şimdi gerek Para deme Bana gerek Para deme Bana Hadi para Elimizin gibi başa bela Yaşamızın gibi başa başa Keşke gibi size kalır Gerek şimdi gerek Para deme Bana gerek Para deme Bana elimizi geri dedik para lazım Elimizi yıkamak için de para lazım Peki nefes almak için bile para lazım Hatta özen bilemez için para lazım Kime lazım bunun için para lazım Bir de kek sevmeyi gerek vakit lazım Bakın açıkta götürüyor burada beni lazım Bizim insanlıkta gözümüzde para lazım Hadi para Elimizin geri başa bela Yaşam bizim gibi başa başa Keşke gönlümde size kalır Gerek şimdi gerek Para deme Bana gerek Para deme Bana Bana
yer kalmadı Mende sabır kalmadı Yürüttü kıynam beni Yer canımı almadı Kalmadı yer kalmadı Mende sabır kalmadı Yürüttü kıynam beni Yer canımı almadı Hayranlar Sana yarım kaldım beni hayranlar Yürüyüşü yok şeydi sende ceyranlar Buldu yürek beyranlar Beyranlar Sana yarım kaldım beni hayranlar Yürüyüşü yok şeydi sende ceyranlar Buldu yürek beyranlar Beyranlar
İkram akamızın dostları için buladı. Sen kiraz diye.
Ashraf akamiz uchun bo'ladi.